Mamlakatimizda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimi tubdan takomillashtirilib, fuqarolarning bu boradagi huquq va manfaatlari to'la ta'minlanmoqda. Bunday jarayonlarda Adliya vazirligining hududiy boshqarmalari hamda shahar tuman adliya bo'limlari tomonidan fuqarolarning murojaatlari o'rganilib, qonuniy hal etilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chortoq tumanidan tayyorlangan lavhada mavzu davom ettiriladi. Chortoq tumani adliya bo'limi tomonidan tumanning Turkiston mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro Tohirjon Hakimovning to'lanmay qolgan ish haqini undirib berishda amaliy yordam so'rab qilgan murojaati ko'rib chiqildi. O'rganish davomida murojaatchi 53-sonli ayrim fanlar chuqur o'rgatiladigan sinflari mavjud umumta'lim maktabida 2007-yildan beri o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotganligi, 2025-yilning fevral oyidan boshlab bugungi kunga qadar 20% ustama haqlari to'lab berilmayotganligi ma'lum bo'ldi. Biroq O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 7-avgustdagi ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim muassasalari faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi 173-sonli qarorining 8-bandida nazarda tutilgan bazaviy tarif stavkalariga 20% miqdorida ustama to'lash belgilangan bo'lsa-da, mazkur ustama bugungi kunga qadar asossiz to'lanmasdan kelinayotgani aniqlandi. Chortoq tuman adliya bo'limi tomonidan hududdagi mahallalarda huquqiy mahalla konsepsiyasi amalga oshirilib, bu doirasida tumandagi 12 ta mahallada huquqiy mahalla loyihasi to'liq amalga oshirildi. Bunda 4000 dan ortiq murojaatlar hamda huquqiy muammolar qabul qilinib, asosan bu murojaatlar asosi soliq qarzdorligi yoki nogironligi bo'lgan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan shaxslarga ijtimoiy ko'mak, bepul dori-darmon, bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazish masalalari, kommunal sohadagi murojaatlar, ayrim holatlarda mehnat munosabatlariga doir murojaatlar ham aniqlanib, bu bo'yicha huquqiy muammolarga tegishli tartibda ta'sir choralari kiritib, fuqarolarning murojaatlari o'z yechimini topdi. Mana shunday murojaatlardan biri Turkiston mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro tomonidan bildirilgan muammo bo'ldi. Adliya bo'limi tomonidan olib borilgan o'rganish hamda qonunchilikni tahlil qilish natijasida ushbu fuqaroga mazkur 20% lik ustama pullari to'lab berilishi lozim deb topildi hamda bu fuqaroga nazarda tutilgan hamda to'lanmay qolgan muddatlarga kompensatsiya, ya'ni 2022-2023-yillar hamda 2025-yilga qadar bo'lgan muddatda to'lanmay qolgan ustama pullari kompensatsiya qilib berilib, hamda mazkur to'lovlar bugungi kunda ham to'lab borilmoqda. Murojaat tuman adliya bo'limi tomonidan batafsil o'rganilib, uning yakuniga ko'ra adliya bo'limi tomonidan kiritilgan taqdimnomaga asosan fuqaroga to'lanmay qolgan ish haqini to'lab berilishi ta'minlandi. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlariga Prezidentimizning 106-sonli qaroriga asosan 20% ustama haq to'lanishi lozim bo'lgan edi. Ayrim tushunmovchiliklarga asosan to'xtatib qolganligi sababli tuman adliya bo'limiga murojaat qildik. Murojaatimizni ko'rib chiqib, adliya bo'limi tomonidan to'lanmagan summalar kompensatsiya qilib to'lanib, qolganlari to'lab berilmoqda. Mamlakatimizda inson qadri uchun tamoyili asosida olib borilayotgan islohotlarda aholining murojaatlariga ijobiy yechim topish va ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadi mujassam. Shu islohotlarga hamohang tarzda Namangan viloyati adliya boshqarmasi va uning quyi tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlar aholining murojaatlarini belgilangan muddatlarda ko'rib chiqib, ijobiy hal etishga o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar.